Assalomu hurmatli chorvachi qozlari, mana bugun Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Janari mahallasiga Husan akamizning xonadonlaridamiz. Husan aka, bu qo'ylar soni nechta aka? Aka, bu qo'ylarning soni 38 bosh. Bitta qo'shchasi bilan 39 ta aka. Bular nechinchi qoringa bo'g'oz akajon? Birinchi qorin, ikkinchi qoringa bo'g'oz aka bular. Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Buni bo'ylari necha akajon? Bo'ylari har xil aka, 80 ham bor, 80. Shu endi 75-80 gacha pils to'g'rimi aka? Shunday aka. Buni bo'g'oz qisirlik qanday akajon? 70-80% garantiya bo'g'ozligiga. 70-80% bo'g'oz o'rtoqlar. Xudo xolasa bittasi tuqqan ham, Oldisi tuqqan aka. Bu narxi bir joyga olaman degan ovlashlarimizni necha pulga berasiz aka? Aka, bir joyga olishaman deysiz, 4 million 800 mingdan beraman dastlabkasi ichiga. Shu qo'zini qo'yammi ichida? Qo'zini qo'yayam bu aka. Qo'zini bonusga beramiz aka. Ya, yana o'tayotgan joyi bormi yo'q aka? Kelishsin sunnatiga yana biroz so'm o'tib beramiz. Nechtadan birdan video davomida aytib ketaylik aka. Bo'ldi, 100 ming o'tib beraman, bo'ladimi aka? Dastlabkasi qayergacha? Butun O'zbekiston bo'yicha. Bor aka.